Assalomu alaykum obunachilarim. Kuningiz xayrli o'tsin. Bugun ota-onamning uylariga kelgandik mehmonga. Har safar kelganimda aylanib yurganimda hovlini ko'z oldimdan o'sha yoshligim, o'tgan vaqtlarim ko'z oldimdan o'tdi. Har safar kelganimda shu narsa takrorlanadi. Mana dadajonim, yoshligimdan shu bog'cha, maktab, o'qish, ishda ham har doim o'zlari olib borib olib ketilardilar. O'sha narsalar ko'zimning oldidan o'tdi. Dadajonim o'tib qolganlarida hamma mevalar, hovlida bo'lgan daraxtlar, hamma narsa qurib ketdi. Insonni yaxshiligini faqat insonlar emas, tabiat ham, bu insonni qo'li tekkan har bir narsa bilarkanda. Hovliga kelganimda hayron qolganim, daraxtlar, uzum, toklar hammasi qurib ketgandi. Hosil solishdan to'xtagandi. Hammaning ota-onasi o'ziga yaxshi, lekin men dadajonim juda ham yaxshi inson bo'lganlar, chunki uyimiz ko'chaning ichkariroq joyida joylashganligi uchun taksi o'tadigan joy 3 ko'cha narida joylashgan edi. Qo'shnilarimiz piyoda chiqishardi taksiga minish uchun. Qishni sovuq kunlarda, yomg'irli kunlarida, yozni issiq chillalarida dadajonim shu ko'chamizdan chiqib ketgunlaricha kim uchrasa mashinalarga mindirib ko'chani boshigacha o'sha taksi to'xtaydigan joygacha olib chiqib qo'yardilar. Marakaga kelgan har bitta inson dadamni ana shunday yaxshi amallarini gapirib ko'p xafa bo'lishdi. Mana shunday narsalarni ko'rgandan so'ng har bir insonning ortidan faqatgina yaxshi amallari, yaxshi so'zlari qolishiga yana bir bor amin bo'lar ekan inson. Kimlarningdir ko'nglini siqmoqchi emasdim. Bu gaplarim bilan shunchaki o'zimdan o'tgan har xil kechinmalarni sizlar bilan bo'lishdim. Qolib ketdi orzularim mana, kech bo'lmasa tushlarimga kiring. Sog'inganim otajonim mana.